Men hozir Jumeirah degan gostinitsada turibman, lekin servis bo'yicha Jumeirah men uchun nomer 1 hisoblanadi. Ovqatlari, servisi, xizmat ko'rsatishi eng yuqori urovenda turadigan mehmonxona. Hozir shu mehmonxonani sizlarga qisqacha room tour qilib beraman. O'ng tarafdan yurib boramiz. Ketdik. Men aytayotgan gostinitsa mana bu yerda, mana shu 4 ta Jumeirah Jabal Umar. Bu yoq tarafdan kirsa ham bo'ladi, bu yoq tarafdan kirsa ham bo'ladi. Ketdik. Hop, shunday eskalatordan shunday tushganda o'ng qo'lda Jabal Umar Jumeirah. Mana haram hududi ko'rasizlar, 50 metr ham chiqmaydi. Shunday chiqib bemalol namozga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga qisqacha room tour qilib beraman. Botga begona odamni kirgizishmaydi. Kartochkalar bo'lmasa, tepaga chiqa olmaysizlar. Hop, liftni ham ko'rsataman. Bismillah. 19 etajdan iborat. Biz 8-qavatda turibmiz. 806-xona. Bismillah. Assalomu alaykum. Hop, kirishinglar bilan bu yerda oyoq kiyim qo'yib qo'yadigan joy. 2 kishilik xona. Buni 3 kishilik, 4 kishilik, 5 kishilik xonalari ham bor, adashmasam. Hop, juda ham uyutli qilingan. Ko'rasizlar, shinalarni juda ham priятный qilingan. Bu yerda shunday kabani ko'rib tursanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, kofe mashina alohida. Bu yerda xohlagan kapuchino bo'ladimi, bunaqa sutli kofe bo'ladimi, hammasini o'zingiz tayyorlab shu yerda ichsanglar bo'ladi. Mana tifaliga necha baho. Xullas, bu yerda hamma obstanovka qilib qo'yilgan. Bu yerda o'tirib dam oladigan joyi. Hop, bu yoq tarafda sanuzilar. Bilasizlar, sanuzil gapiradi deydi-yu. Xullas, o'sha hamma gostinitsalarni sanuzil gapiradi mana. Sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Eng oxirgi texnologiyada rakvinalari ham ruchnoy qo'lda yasaladi. O'sha qimmat gostinitsalarda shunaqa bo'ladi. Bu yoqda qani hamma narsasi bor, xullas, mana haramga qaragan xona. Mana biz ham tamdan yurib keldik. Mana boyga Darul Tavhid mana mana shu tamdan yurib keldik. Ashta to'g'ri kirganda shu yerda. Yana bitta zo'r narsa bor. Mana bu yerda включатель bor. Tepada kolonka bor. Mana shu kolonkadan imomni mikrofoni masjidga ulangan. Ya'ni azon aytilsa, uxlab qolmayman desanglar, mana shundan baland qilib qo'ysanglar, mana shunda azon etilayotgani eshitiladi xonangizga. Baland ovozda. Bu yoqda konditsionerlar. Xohlasanglar o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi.